that maker is back, getting ready to attack. Full of rage, he won't stop this diabolical plot just to have his revenge, and his greed has no end. But for maiden lords are defending this world, and the old sage is there with much wisdom to share. Eggrum Lord, young and just, knows that to win they must work together with goodwill and trust. Oh, Cormeedy walking together, true seed of friendship forever. Strong mighty lords of nature, preparing a new future. Cormeedy always together, becoming heroes forever. For warriors so courageous, Cormeedy lords of nature. Cormeedy, 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 Cormeedy. Tezroq bo'l, Rokas, tezroq. Tez uch. Agar biz qayerga berishni bilgan bo'lsak, nihoyatda yaxshi bo'lardi. Tangrim, u narsa qarmoq tavot yoki boshqa narsaga o'xshamaydi. Lekin o'xshab qolar ekan. Oh, o chiqishib deb qo'ygan ekan-da. Bu tavut emas. Bu bir tashqi qop, danishmanni qo'g'daydi. Biz uni asli keltiruvchi uni Biz nerdimizdaymiz? Hech maqsadsizda aylanib yuribsak, ha? Danışman nega berish kerakligini cho'qim biladi. Hozir bo'lmaydi-da, qarag'ina. Uning yarısı bekli eg'ir, hammasi bizning kasobtimiz. Agar oldimizda uning g'ishanganligini desang, gapimizni anglasang. Makirning sening akang ekanligini bildik. Qarmoq men sizlarni aldiganda qilgan bilan, lekin men sizlarni aldashni niyat qilib boqmadim. Bu esinglarda cho'qim bo'lsin. Makirga nisbatan aytganda u texmi tatirib mag'dursizlanib ketdi. Chunki sizlar tozoq tushyapsizlar. Meni olmaysan. Arish, kuchingni ko'rsan! Rokas, nima qilyapsan? Kallangni ishlat, qapaqbash. Bu lava maqtuqning biriga suzgim ishonishga bo'lmaydi. O bir dushman. Arish hukmroni, davomli shundoq bo'ronda kichangshib ketadi ekansan. Sen sipoyi gapni bilmaysan. Jiddiy qaytarma hujumdan burun o'ynashni bilishing kerak. Bu jihatda men sana ta'kidlab o'tyapman. Lekin u yanilisimin podshohlikni qo'g'dash uchun lavani ko'tarib ishlab turib, jang qilmoqda. Biz nima qilishimiz kerak? Qaranglar, mana giyorma toshlari jiblishib, tabiiy kuchni ko'rsatishga boshladi. Qaranglar, Magisas. Biz bir qaltis ish qildik. Bu bekli qaltis bo'ldi, shundaqmi? Rastilla shundaq. Men o'rmon podshohligini ko'ralidim. Biz Kavkazda qutuldirib qoldik. Biz mu yoki danishman bizga yordam berdimi? Nima birlashma kuch ekanligini bilamsan? Yo'q, lekin biz danishmanning azaldan bizdan voz kechmoqligini oydinlashtirib bilishimiz kerak. O'zingga ishongin. Deganlaring to'g'ri. To'limi xijilman og'illar. Men bir xil tayanchsiz qolgandek his qilib qoldim. Asli mushundaq bo'lish kerak edi. Biz o'rnimizda aylanayotgan necha soat bo'lib ketdi. Agar danishman bizga yordam qilmasa, Kirasxonim bo'lib kelishi mumkin. Uning bundaq bo'lishi ajablanarli emas ekan. Nima degan bilan uning kallasi liqqa tashlaba. Bundaq ochiq gaplarni men deyamayman. Garchi danishman undan tasdiq gap ola olsa-mu, Akramning deganlari to'g'ri. Lekin biz bu sirli xonimni qanday topamiz? Bu timtas o'rmonda uni nadimi topamiz? U bir alohida joy. U jazman shu yerda. Meningcha biz bu planlarimizda mingizda yog'och yo'q garmitlar qoldirsak bo'g'da. Ko'pchilik bu alohida joy. Tasirali shunday o'ylamadi. Boshqalar uni bu qarshini qo'llaydigandek turdi. O'rmon kuchingni ko'rsat. Pay muskullarimni oxiri harakatlantiradigan bo'ldim. Gaplaringlar qulog'imga tetmay uxultib qo'yayli dedi. Georma uchun, danishman uchun biz chuqum Kirasxonishni tepishimiz kerak. Hatto bizga to'sqinlik qilgan barliq kishilarni yo'qotishimiz kerak. Arish, kuchingni ko'rsan! Dengiz kuchini ko'rsat. Hoy! Hoy, qaltis to'qmoq. Mening odamlarimga qattiq qo'llik qilma, yog'och birodar. Ularning asoshining kontrolli uchirg'ini bilib ol. Qachon dat bo'sh ko'ngli bilib qoldim. Tarafli oq ko'ngilligim tutib qoldi-ku. Men bu bundaq bo'lishni yoqtirmaydim, lekin shundoq bo'lib qoldi.
Ha? Ansirma Rukas, men avaylayman. Agar ular uchamagan bo'lsa, taqabul turmoq oson keldi. Taqabul turish uchun siz spy bo'lishimiz kerak bitti. Kimning tahdidi cho'ngligini bilib bo'lmayli qoldim. Chaqchaq qilyapsan nima? Tangdasiz olqa. Qo'shucu. Uy. Yama yeri bu nimalar uchalaydigan emasmi? Yana asalib qaytib kelalaydi. Danishman beklab aldir chekinib turg'a. Toshbozg'on. Sen yemenga asasan onu qutqizalayman deb qolding. Kristal xuddi tashdek asal yemirilib ketadi. Yığılmaz şah bilek. Tasrat, avayla. Bo'ldi bas. Biz bo'shliqda hozir qutqizishga muhtoj. Hozirla, murtlar kuzayniki. Nives, biz sening yordamingga muhtoj. Hujum! Ya. Meni chust qilmasam kim qila olsa Nives. Berib o'chis ablaqlarni tinchlantir o'g'in. Ba! Yaxshi qildim. O hamoqatlar. Sizlar faqat vaqt isrof qilyapsizlar. Biz g'alaba qilib bo'ldik. Makro haqiqiy germo hukmroni. Sizlar haqiqatni qabul qilishinglar kerak. Tez, hammanglar sakiranglar. Mana men sakirdim. Ay. Men bu quruqliq hamoqatlarni eskartib kelayotgan-ku. Agar bularning qanti bo'lgan bo'lsa, bunda tez kunga qolmaydi. To'g'ri dedim-mi, Nives? Yaxshi bo'ldi. Tosh to. İçim ilişikli ketdi o. Yo'q, donishman. U hech nima bo'lmadi, Agram. Yordamga odam bo'lmagandan boshni aylantirsam odam bo'lgani yaxshi. Seningchi bu timtas o'rmonmidi? Boshqacha turdi-da. Mening sababim u yoki hamma narsalar tutqizib ketibdi-ku. Yana texe qizirib ketibdi. Buni lavaning kontrolliga keltirib chiqargan. Makr ta'sir qilmagan bir muya qolmabdi. Rezil bilekler, tez qaytib ketish. Bundaq bo'lish to'g'ri emas. O'simliklar bundaq ishlarga aralashib bo'lmaydi. Xotirjam bo'l, Tasran. Biz hal qila olamiz. Biz kirasqanishni topsaqlar, u qanday qilishni biladi. Mo'rtlar ko'zayniki. O ovuyatgan. Bu yer butunlay qizirib ketibdi. Bu qizil tuman emas, balki o't qilgan is. Anglamoqqa yaxshi ishmi emaskan, og'ina. Rivoyatlarga lov davrida ofat bo'lgan. Mana bu daraxt yo'pirmoqlarning nemish qizirib ketadiganligi Balki ular azaldan qizildi. Qadimki rivoyatlar ham tarqalmoqda. O'ziga tushliq sabablari bor-da. Balkim ba'zi to'qilmalarning ichiga haqiqat Menimcha o'shirilgan. bu yer bir oz g'alati turadi. Tasran to'g'ri deydi. Bundaq yerlarning rivoyat tus ilishining sababi bor. Mana men bu suiqasdni tushunishga boshladim. Bu joyda rastli masla bor ekan.
Men Grasxonishni chaqiray. Grasxonish, danishmay yig'landi. Biz sizning yordamingizga muhtoj. O anlamag'abidi. Nemish ko'rinmaydi? Ki urmug'i rahmat Grasxonish. Biz avorchilikqa yo'liqdik. Qattiq jangda danishmay yig'landi. Danishman suv iqinideklar Agram. Qo'rqayotgandek bo'lyapsizlar. Men bakla hayron qilyapman. Xonish, Agram sizga danishman yarlandi deyapti. Agram, po'lat tovlash uchun sovutish jazman bo'lishi kerak. Suv bilan sovutadigan jarayon. Bu dal uning vazifasi. Seni sovutish jarayoni. U xuddi bir suv. Lekin po'lat tovlashda avval boshdan kechirdig'ini o't tovlash. Tayyorlandingmi, Germo hukmron? Sen o't tovlashga tayyorlanib, andan nemish bo'lganligini bayqadingmi? Tinchlikla ko'pchilik, hech bo'lmaydi. Men uning ishiniman. Hech bo'lmasa? Hech bo'lmaydi. Bunda chaqda yana nima deyalasan? Balkim bu saprashimtakni o'ltirish tayyorlandingmi deyalaydigandi. Danishman, esingizdami? U bizga yordam qilgan. Mening yurtdoshlarimni Qizil tumanni qutuldirib chiqqan, biroq o'zi yorlandi. O'tdan qutulishga bizning amalimiz yo'q. O't hamiliyada mavjud. Menimcha Grasxonim tugishibdi. Tushundinglarmi? Tugishibdi. Bu yumur so'zaydigan chaqa emas, Rokas. Danishman! Sirma, men qo'yib et. Qanday qilsak bo'la? Uningga tang kelamidi? O degan bu zaminning sarkisi. Uningga hujum qilganlik o'zimizga hujum qilganga o'xshash. Mening burundilla o'zim bilan ilishni qanday bo'lganligini bilib boqqan. Qaraganda u bizga tillashni birisi qo'ymabdi, og'inlar. Agar u anglamasa, qandaqla bo'lmasin, biz uni gapga kirgizishimiz kerak. Qaltis to'qma. Azg'on! Atlanayli! To'g'ri. To'g'ri. Hoy! Tez bo'l, Tasron! Rokas, Ferno, uni uyg'otinglar! Tez! Birlashma hujum! Birlashma hujum! Tabiat hukmronlari. Hech ishongim kelmaydi. Muvaffaqiyat qozondik. Grasxonish. Nemish bo'ldi? Sizlar nemish qilyapsizlar? Men nima qilib yurayman? Biz yanlar sizning bizga deb berishingizni xohlaymiz. Siz boya sarangdagi bo'lib qoldingiz. Biz sizga bakli muhtoj. Danishmanga yordam qiling. Men hel ham xud Qizil tuman mening o'y fikrimni kontrol qilgandek bir xil jili bo'lyaptiman. Balkim Qizil tumanning ta'siri bo'lmasa kerak. Makr qilgan ish. O'tga o'rmorining barliq bulun pushqoqlariga lava cho'g'ini o'rlashtirib, haliyatki garmitlarni kontrol qilib oldi. Biroq u ularni faqat o'zining qullariga aylantirib qolmay, yanada ulardan energiyaga erishdi. Agar biz uni vaqtida kontrol qilmaydiganmiz, u nihoyat tezda tangdasiz kuchlanib ketadi. Shu topda u danishmanni mag'lub qilolg'ida qudratga to'ldi. Mana endi Bakir putkilga yormon kontrol qilmoqchi, hatto sizga ziyonkashlik qildi. Yo'q, bu mumkin emas. O'g'lim yo'q. Bu terikka ham qiz bilan bunda qistildi paranglashmakla oqilanlik talant egisi. Quruq gapga vaqtimiz qolmadi. Bizga sizning yardamingiz kerak. Danishman narsa keltirib Makirga taqobil turib, hemen qutquzishimizga yordam qiling. O'zim hech kimga tava emas, hech kimni egallashiga bo'lmaydi. Mayli Makir yoki sizlar bo'linglar, Germo hukmronlari. Kurakchi ayri plan. Hoy, tutib oldim. Uning meni urib yiqitishiga to'limish bo'ldim. Biz uni g'izya yetkazsak, yormoqqa ta'sir bo'ladimi? Zodi qanday qilsak bo'lar? Tangdasiz urush!
Bu bir chaqchaqdi. u bu zaminning sarkisi, u hammani kontrol qila oladi. Hatta la o mahsulni kontrol qila olamda. Tosh avtomobil. Men uni bu ahvolda qutuldirishim kerak. Sizlarga yorma hukmronlarning ishsizligini burunli bilishim kerakdi. Sizlarga yorma Xristonni vayron qilganini bilishim kerakdi. Uni biz qilmagan, u degan boshqa hukmron, yana kelib xili burunqi ish. Tabiat inoqlik tashabbusi. Sana inoqlik kerak bo'lsa, bizga o't purkima. Hey qush! Hey! Men sizlarni Alloh qilib bu dunyoni qaytadan yarataman. Yo'q, xonisholiylari, siz bizni layoqatli yorma bo'lishga yetaklagan, davlatimizning birlikda taraqqiy qila oladiganligini isbotladi. Danishman bir lava qushi. Danishman. Danishman. U qaror kelmaydi. Asosini yo'qotib qo'yibdi. Lekin biz onun bilan urushsak makir. Akram, hozir makrni o'ylashgudek vaqt yo'q. U lavaning kontroliga ushildi. Bizni o'tib etishi mumkin. Agar biz o'lsak, kim Giyormoni qutqizdi? Bo'ladi. Men bir amal topdim. Bu birdan bir amal. Tinchlik uchun hammani vayron qilishim kerak. Butkul Giyormo quruqligini serib tashlab, yangi dunyo yarataman. Sening qanday planing bor? Giyormo tishi birlashsin. Qanish oliylari, biz paranglashimiz kerak. Bekli tuzit qilib ketding-ku. Bilib qo'y, biz Nima qilishimiz kerakligini bilaman. Biz birlikda kuch chiqaramiz. Biz eng yaxshisi diqqatimizni yig'aylik. Gras xonish, men qarang, sizning asoshingiz lavani kontrolga o'chirdi. Biz sizning do'stingiz. Shundoq sen magisas, lekin sen yana mukammal emas. O bizni mukammal emas dedimi? Balkim Fernoning bir necha pili so'ngki kamdi. Lekin men Bo'ldi qil. Uning gapini unutib, buyrug'imga quloq sol. Men hammani Alloh qilaman. Endi uning bilan ilishsak bo'la. Ferno degandek bizning boshqa talishimiz qolmadi. Tosh mulla. Senlarni hukm talqin qilib yetaman. yog'och bo'rni. Oy! Tosh zambirak. Sizga ziyon yetkazgimiz yo'qdi. Oshur etmagan emas. Amalsiz shunda qildik. Magisas, men uzun bardosh beramayman. Biz darhol Biz nima qila olamiz, xonish oliylari? Qanday qilsak sizni saqayta olamiz? bu zaman zaharlanib chirishga boshladi. Agar zaman zaharlansa, men shundoq bo'laman. Undaqda bak ig'mi qandaq. Sen bekmi botir Giyormo hukmroni, lekin sen yana uncha vaqtidorga ega emas. Biz hargiz voz kechmaymiz. Bu zaman shunchalik buyuk, biroq menda zaman barliq zaharni o'zim sumirdim. Undaqda bak ig'irmi qandaq. Shundoq. Sen botir bo'lishing kerak.
Biz azaldan batur. Tek bedenimga tarqagandan keyin men kontrolligimni butunlay yo'qotaman. O chog'da sen menga hujum qilishing kerak. Hujum? Bu nima deganingiz? Biz sizga qo'l tegsak bo'lmaydi. Siz yaralandingiz. Lekin sen cho'qim shunda qilishing kerak. U birovlar shunda bo'lganligini bilib bo'lgan aqlli kalva. Sizlarning faqat magisa so'p qo'shilganda men hujum qila oladiganligini u biladi. To'xtan xonish olaylar, nima ish qilyapsiz? Ha? Noctis, mening o'g'lim. Biz zaten nima bo'ldik? Giyorma tishini yenimdan aka. Neleri? Ulan ben küçükken. Ben küçük bal emas. Men ulanın qanchalik küçükkin dema. Nima ish bo'ldi? U rostli bizning vayron qilishimizni xohlamdigandi. Danışman qandoqroq, Rokas? Danışman bilan karing bo'lmasin. Biz yana nima qismatlarga uchraymiz? Men shuningga bakara ko'ngil bo'laman. Sening o'ylaganlaring bormi, Agram? Ko'pchilik uchun boshqa tanlashimiz yo'q. Sizlarning faqat birli fursatlar bor. Faqat birli qitimda zarba berisizlar. Qo'l silinglar. Tayyorlandinglarmi do'stlar? Magjas kuchingni ko'rsat. Ay! Sizce biz g'alaba qozondikmi xonish olaylar? Buncha zo'r kishini ishga selish uchun jazman badal to'lash kerak. Bu nima deganingiz? Kechiringlar. Nimaga kechirim so'raysiz? Bir eshik taqalsa, yana bir eshik jazman ichilish kerak. Bu senmi danışman? Bir eshik taqalsa, yana bir eshik jazman ichilish kerak. Ularni topqin Agram. Kimlarni topman? Qanday eshik topaman? Ha? To'xtanglar. Grasxonish danışman. Biz nima qilib qo'ydik? In the island of Gorm, peace and harmony are gone. Now that Maegor is back, getting ready to attack, full of rage. He won't stop this diabolical plot.